Hammaga salom. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun men Fizi, Uzubi qirol bilan sizlarga Murder Mystery 2 o'yinidagi barcha glitchlarni ko'rsatamiz. Bu videoda biz mapdan tashqariga chiqishni, har xil sekret joylarga yashirinishni hamda glitchlar qilishni o'rgatamiz. Birinchi glitch mana shu kartadagi tepalikka chiqish bo'ladi. Mana kartani mana shu yerga kelib doimiy aytgan ishimni qilasizlar. Qaysi ish deydigan bo'lsanglar, videoga olganimda o'chib ketibdi u joyi. Boshqadan tushuntirib beraman. Xullas, Murder Mystery 2 dagi har bir glitch emotsiya bilan qilinadi hamda shopda turadigan shopdagi GG sign bilan qilinadi. Xullas, emotsiyani nomi Baby Queen Bounces World. Mana shu emotsiyani olsanglar 01 dan 09 stat degani shu Robloxdagi bloklar hajmi. Stud bo'lgan hajmgacha o'tsanglar bo'ladi, 01 dan 09 gacha. Mana devorda orqasida o'tsa bo'ladi. Keyin bu yerda ehtiyot bo'lamiz, menga sakrashdan. Bu yerda baryer bor. Mana. Hop. Ikkita sakristlar. Mayda baryer bor deb tushunasizlar. Sakratganda tushib ketish shansinglar baland. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Shaltog'a. O'tolmayapman. Otatdim hozir. Umr vaqtimiz bor. Bismillah. 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 Qiyin ekan sizga. Ya, masa qaytib chiqib yotdi-da. Hotel bilasizmi? Yo'q. Milbesdagi keyin ko'rsatamiz. Kamdan kam o'xshaydigan. Iloyim yaxshi normal o'tib olingiz. Bozor xoniga olinadi. Ana kompyuterda o'zidan olyapman videoni. Okay. Elitesiz 200 bo'lib olish hammaga emas desam-da. Oh my god, botdan qanaqa o'tadi? Mayda turing, menga o'xshab. Aha. Endi voy. Oddiy motor bilan ham o'tsa bo'ladimi? Ne то что GG bilan, boshqasi bilan. O'tsa bo'lardi, olib tashashdi. O'tkazvor haromi. Tez bosish kerak, tez. Bechara klaviatura. Mayli, siz aytganini qilib ko'rak, o'xshab qolar. Ya! Bitta do'stinglarni olib kelasizlar, ustiga chiqasizlar. Keyin men aytgan emotsiyani olib shuni qilsanglar o'xshaydi. Tepalarda sakrab yurasizlar. Oldinlari speed glitch qilib, o tepaga chiqsa bo'lardi, odamlar tepadan deb o'ldirsa bo'lardi. Endi buni olib tashashdi, ammo qarang. Eng birinchi glitch va eng foydali glitch bu mana shu oynakdan o'tib ketish. Mana shu Baby Queen emotsiyasi bilan. Hozir mushugim tushib ketdi oling. Ha, mushigingiz bormi? Ha, yaqinda bo'ldi. Eng foydali glitch shu bo'ladi. Oynakdan o'tib ketish. Mana tushlardim. Keyingisi mana shu korobkaning ustidan chiqsanglar, bu yoqqa o'tib ketsa bo'ladi. Ya'ni mapdan tashqariga. Bu ham zo'r glitch, ammo bu yerda yashirin joylar bor. Ya'ni maytda Xo'sh, maytga kelasizlar, maytga borasizlar, keyin maytga sakrab olsa bo'ladi. Boryapman.
Keyin o'ngga to'xtamasdan yuringlar. 90 metrga tushib ketasiz. Ana. Keyin yana bitta kilit joy bor hozir. Voy. Kutamiz endi. Slaydga sakrab borib turing. Chiqmasam bo'ldi. Bo'ldi. O ana. Bomba paydo bo'ldi. Xo'sh, keyingi bak bu. Mana shu devorning orqasida yo'l bor. Chaqa tushsanglar bo'ladi. Yetib qol. Mana. Bu yerda uncha odamlar bilmaydi, chunki to'siq joy bo'ladi. Mana shu yerda yashirinib o'tirsanglar, yaxshiroq. Qanaqa tushsiz? Mana aytib keting. Mashdan tushing bo'ldi. Osh turgan joyingizdan tushing bo'ldi, sakrang. Keyingi vaqtda keyingi o'yinda ko'rsin. Men boshqa olamas. Do'stlar, boyagi glitchni boshini olish esimdan chiqib ketibdi. Hozir sizlarga boshqatdan ko'rsataman. Factory mapida mana shu zinadan tepaga chiqib, monetga kelasizlar. Bu devorga tiqilib, shift lockni bosib, telefonda qilsanglar, emosiyani qilib shift lock bossanglar ham o'tib ketadi. Kompyuterda mana ko'rsatganingiz o'tsa o'tib ketadi. Keyin bu yerda ehtiyot bo'lishinglar kerak. Yerda turib bo'lmaydi. Mana bunaqa bloklarda yursa bo'ladi faqat. Keyin aytasiz-keyin o'tib ketsam bo'ladi, chunki bu yerda ham devorlar ko'p. Tak. Factory meni eng yoqtirgan mapam, chunki bu yerda juda ham ko'p glitchlar bor. Men tushib ketdim. Ajab bo'ldi. Ay, videoda ko'ruvmidingiz qanaqa o'tganini? Yalla o'tmang. Qaysiga samra smerchi. Tezligim yetmayapti. O ana. Xo'sh. Xo'sh, do'stlar. Hozir bitta narsani qilib ko'raman. Xo'sh, bank 2 da bizdagi glitchlardan faqatgina kartaning orqasiga yashirinishni bilaman. Sizlarga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'sh, karta bank 2 ning shu joyiga kelasizlar, ikkinchi etajga. Mana shu joyga tiqilasizlar. Shunday поворот. Какой как смотрится? Я же говорил, я наш скрипт. Xo'p. Называйте док. Вот что мне удалось найти в интернете. Bor yo'qot, seni yo'qotdan yo'q. Bo'ldi mana. Mana GG signni ishlatishni foydalanib ko'rishingiz mumkin, lekin ko'p hollarda kartaning orqasiga o'tib yoradi yana. А это не вирус, скажи. К сожалению, в Roblox не добавлена поддержка этого действия с Siri. Xo'sh. Xo'sh do'stlar, agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing.
kanalimizga obuna bo'ling hamda O'zboqarol kanaliga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr.